Hammaga assalomu alaykum. Sergeli mashina bozori. Yillar davomida ushbu bozor nafaqat poytaxtimiz uchun, balki butun O'zbekiston uchun iste'molga bo'lgan avtomobilni yetkazib beruvchi eng katta maskan. Bugun biz davr mashinasi prizmasidan ushbu bozordan sharh qilamiz. Tayyormisizlar? Ketdik. www.markaz.uz Sergeli O'rgili. Hozir biz Sergeli bozorining eski avtomobillar sotiladigan tarafida turibmiz. Mantiqan bu yerda eski va arzon avtomobillar sotiladi. Lekin keling bunga biz biroz boshqa nuqtadan qaraymiz. Tasavvur qiling, biz bir galereyadamiz va bu yerdagi barcha avtomobil bir san'at asari. Bu yerdagi barcha avtomobilda o'z rassomi bor va har bir avtomobil bu rasm. Tabiiyki yillar o'tgan sari rasmlar o'z narxida qimmatlashadi. Güzel, güzel. Oktyabr boshida internetda juda qiziqarli bir xabar tarqaldi. Unga ko'ra, 2026-yilning 1-yanvaridan boshlab ishlab chiqarilganligiga 50 yil va undan ko'proq bo'lgan avtomobillarni qo'llanilishi va uni qaytadan ro'yxatga olishi rasman to'xtatiladi. To'g'ri, bu qonun hali ham muhokama qilinyapti, lekin bu xabar ikkilamchi bozorda qanday aks topganini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana YouTube'da chiqib turaman. Kamol oladi. Bo'ldi akajon, xo'p bo'ladi. Gaz 21 Volga va qonunda bo'ladigan o'zgarishlar ushbu avtomobilni yoki muzeyga yoki to'g'ridan-to'g'ri tarixga jo'natishi mumkin. Keling birgalikda ushbu avtomobil haqida juda qiziqarli bir faktlarni eslaymiz. Zamonaviy BYD'lar o'z dizaynida okean tematikasida foydalanish harakat qilishyapti. Misol uchun BYD Seagull, BYD Sea-Line, Dolphin, Seal va hokazo. Lekin VAZ konstruktorlari o'sha davrda bu yo'nalishni o'zlashtirishgan. Gorki zavodining eng taniqli avtomobilining birinchi nomi Chayka bo'lgan. Bu avtomobilning nomi Volga deb nomlangan. Volga Rossiyaning va butun dunyoning eng katta daryolaridan biri hisoblanadi. Gaz 21 ning birinchi namunalarida radiator panjarasi biroz farqli bo'lgan. U 8 ta qovurg'adan iborat bo'lgan va Akulia Pass degan nomni olgan. Lekin taqdimotda Georgiy Zhukovga ushbu panjara ma'qul bo'lmaganligi sabab u o'zgartirilgan. O'rniga 5 burchakli yulduz o'rnatgan. Lekin birinchi restyle'da o'sha Akulia Pass panjarasi qaytarib qo'yilgan va ikkinchisida qovurg'alari ko'payib Kitoviy Us nomini olgan. Oxirgi paytda avtomobillarda salon to'liqona yotib bir yotoqqa aylanishi juda trend bo'lib ketdi. Lekin o'sha davrda Gaz 21da ushbu trend mavjud bo'lgan. Buni yaqqol misoli bu yerda ko'rsatish qiyin bo'lsa-da, lekin Sovet filmida, adashmasam 3+2 filmida bu yaqqol ko'rsatilgan. Рома, ну что не спишь? Нет, почему? Я сплю. Va qonundagi o'zgarishlarda birinchi jabr ko'radigan butun bozorda avtomobil shu bo'ldi. Ishlab chiqarilgan yili 1965-yil, motori 2401 dan qo'yilgan, uzatmalar qutisi Fordniki. Izohlarda yozib qoldiringlar, ushbu avtomobil tarixga ketish kerakmi, muzeyga ketish kerakmi, yo'q, yo'lida hali hamon yashash kerakmi? VAZ 2101 yoki xalq tili bilan aytganda Kopeyka nomi bir teng bo'lsa-da, lekin bu avtomobilning qadri qimmati cheksiz. 88-yilgacha ishlab chiqarilgan avtomobil butun bir xalq avtomobillarining asoschisi deb aytsa bo'ladi. Boqarman sen yor uchun, didor uchun. Avtomobil ishlab chiqarilgan yili 78-yil, ya'ni eski avtomobillar ro'yxatiga bu avtomobil tushmaydi. Go'zal qizil rangda ishlangan, bosib o'tgan masofasi 41,5 ming kilometr va 6,5 ming dollarga baholanyapti. Ushbu avtomobil bu pulga arziydimi? Izohlarda yozib qoldiring. Ну как машина, Владислав Михайлович? Скорость у ней очень хорошая, быстро набирает.
Можно в течение 20 секунд набрать скорость 100 километров. Shahar shestorочка Antipov va Stepanovning qalabiga mansub eng keng tarqalgan, eng klassik, eng istalgan va xalq qalbida eng katta o'rin olgan afsona. Bu avtomobil haqida butun boshli bir sharh qilganmiz. Bu yerda havolalarni biriktirib ketamiz. Albatta kirib tomosha qiling. O nabaka, mana 06. Antikva Nobelskiy prema. 06 bilan qiziqarli bir fakt bor. O'sha davrda Avtovaz 2103 ni modernizatsiya qilish kerak bo'lgan va ushbu ishni Avtovaz Porsche ga buyuradi. Ya'ni o'sha davrda Porsche 2103 ni modernizatsiya qilib prototip yaratadi. Bu prototip haqida siz nima deb o'ylaysiz? Bu prototip yaxshimi yoki klassik 06 yaxshimi? Izohlarda yozib qoldiring. Shu avtomobilni sharh qilar ekan bir narsa esimga tushdi. Ya'ni bir narsani unutganligim esimga tushdi. Bu avtomobilni birinchi marta sharh qilganimizda biz konkurs o'ynagan edik. Ya'ni ushbu detalni birinchi bo'lib kim topgan bo'lsa, salom yetkazishim kerak edi. Ushbu okaga o'z salomimni yetkazaman. O'sha davrda birinchi bo'lib to'g'ri topgan edilar. Bu haqiqatda fonar, ya'ni yorituvchi chiroq. Oka, haqiqatda ishqiboz ekansiz. Sizga salomimni yetkazaman. Kech bo'lganligi uchun ming bor uzr. Vaz 2107 zamonaviy til bilan aytganda hozirgi milleniallarning eng istalgan avtomobili. 1982-yildan ishlab chiqarishni boshlagan Stepanov qalamiga mansub bu avtomobil Porschega hech qanday aloqasi yo'q. Lekin Germaniya avtosanoatidan ilhomlangan. Bu avtomobilni sobiq Sovet davlatlarida Sharq Mercedes deb nomlashadi. To'g'ri, o'xshashlar yo'q emas. O'zbekistonda Vaz 2107lar 2000-yillarda Nexia'lar bilan birga juda mashhur tuning obyekti bo'lgan. Hozirgi kunda ham 07 uchun to'liq tayyor salon ishlovlarini bozorlarda bemalol topsa bo'ladi. Lekin bularning barchasi Ozarbayjon avtohavaskorlarining 07 ga bo'lgan muhabbatiga yeta olmaydi. Cho'ktirilgan orqa qism, 13 dyumlik quyma diskalar, qo'shimcha tumanga qarshi Hella chiroqlari, Fiat rul, Delfili Pioneer magnitola, Orient soatlar. Bunday avtomobilni garajda saqlash Gelikdan ham obro'lidir. Turkiya avtosanoatining eng porlagan yulduzi Tofaş Dagan. To'g'ri, ushbu avtomobil taqiqlangan avtomobil ro'yxatiga kirmasa-da, lekin bu avtomobil O'zbekiston yo'llarida juda noyob. Ushbu avtomobil 90-yillarning o'rtasida asosan taksi uchun olib kirilgan va hozirgi kunda ushbu avtomobil kundan kunga yo'llarda kamayib bormoqda. Opel Kadett, Madonna, Opel Kadett, Honda Habit. Tiffany rangda Malibu salon, Tiffany rangda Gelik, Tiffany rangda Tico. Bozorda har doim noyob avtomobil uchratishi mumkin, lekin Tiffany rangda Tico meni haqiqatda hayratga soldi. 2001-yil 25 ming probeg va narxi $8,500. Bu pulga ushbu Tiffany rangdagi Tico arziydimi, yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiring. Biroz oldin ko'rgan Tico'imizni davrdoshi akasi Nexia Sons 2001-yil 14 ming probeg, narxi 10 ming deb baholangan. Ushbu operskiy mashinaga nima deysizlar? 10 ming arziydimi, yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiringlar. Atak bos so'rardim. Darhaqiqat, poytaxt avtomobil bozoriga qonundagi o'zgarishlar to'g'risidagi xabar jiddiy zarba bergan. Sotuvda faqat yili unchalik eski bo'lmagan Vaz va Gazlar mavjud. Xalqimiz orasida keng tarqalgan Volga pikaplar soni ham kamayib ketgan. 3 yil oldin Kolesa KZ jamoasi bozorda sharh qilgan payt avtomobilning xilma-xilligi ancha kengroq bo'lgan. Agar bu o'zgarishlar viloyat bozoriga qanday ta'sir qilganini bilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda bozor deb izoh qoldiring va biz viloyat bozorlariga borib ko'ramiz. Bu Nexia'ning yili eski bo'lsa-da, lekin bu avtomobilning davri hali o'tgani yo'q. Lekin bizning davr mashinasi ko'rsatuvi o'z nihoyaga yetdi.
Video ostida albatta izohlarni qoldiring, like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha.